Birovni oldida betingizni sarg'aytirmang. Ta'magir bo'lmang. Ro'molcha olaman deb qo'lini cho'ntagiga tiqsa bir narsa beramikin demang. Nabarot siz bering. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yuqori turadi deganlar. Biz beradigan bo'laylik. Beramikin, nima qilarkin, o'zimizni hech qachon yoshlar shuni bilib oling. Hech qachon o'zingizni hokisor ko'rsatmang odamlarga. Hech qachon. Go'rdiy turing odamlarning oldida. Bir narsa qilamikin deb egilmang. Go'rdiy turing. Allohga egiling. Nolingizni Allohga ayting. Kamchiligingizni Allohga ayting. Bandaga tishingizni oqini ko'rsatmang. Din mashi bo'ladi. O Hazrat Umar nimaga bittasini hassaladi, go'dasi urumdek turib, normalni to'g'ri yur deganlar. Nimaga sen unaqa qilib dinda musulmonchilikni xor qilib ko'rsatyapsan deganlar. Tavozelikchi jasadda bo'lmaydi. Tik yuring. Xo'roz yuring. Qalta bo'ladimi? Kamtarlik qalta bo'ladi.